Bu qiz qabristonga borib, qabrlarni tozalash haqida videolar oladi. Lekin uni aynan qanaqa qilib qabrlarni tozalashi esa bu videolarni ko'rgan butun internet ahlini shokka tushirdi. Lekin bora-bora esa u qabr tozalashdan tashqari odamlar nomaqbul deb hisoblaydigan ishlarni ham qila boshladi. Xullas, bu qiz faoliyatini boshida faqatgina qabr ustidagi toshini, atroflarini tozalab va ko'milgan odamni qanaqa o'lganligi, kim bo'lganligi haqida oddiygina hikoyalar aytib boshlagan ekan va bu yerda eng terini jimirlataveradigan joyi shu bo'ldiki, yosh bolalar ko'milgan qabrlari ustida o'yinchoqlari ko'rib qolsa agar, o'sha o'yinchoqlari uyga olib borib, ular yuvib, chiroyli holatga olib kelib, yana qaytarib qo'yishi bo'ldi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin uni kuzatuvchilari qizni videosida qanaqadir g'alati holatlarni sezishni boshlashibdi. Masalan, o'sha qiz video olayotgan paytida to'satdan qabr ustiga qo'yilgan gullar o'zidan-o'zi tushib ketibdi. Yana boshqa videosida esa belkurak bilan tozalash ishlarini olib borayotganida eng qizig'i o'sha belkurak qimirlasha boshlaydi. Lekin to'g'risi men umuman qabristonga bormaganim, bilmaganligim uchun kimdir mana shunaqa borib, begona odamlarni qabrini yuvib turadi deb hech ham o'ylamasdim. Chunki odam o'zi borishga ham qo'rqadi. Siz nima deb o'ylaysiz bu holat bo'yicha? Bu qiz mehri jo'shib ketganidan qilyaptimi bu holatni yoki bu yerda qanaqadir bir sir bormi? O'zingizni fikringizni kommentariyada qoldiring.